Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan har yili tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazilib, sohadagi dolzarb masalalar muhokama etiladi. Ayni kunlarda Prezidentimizning 6-chi ochiq muloqoti oldidan Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan shahar va tumanlarda tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Davlatimiz rahbarining tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan 6-chi ochiq muloqoti oldidan viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati joylarda bo'lib, xususiy sektor vakillarining taklif va muammolarini o'rganmoqda. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Akmal Valiyevning Boysunlik tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti ham biznes vakillariga o'z fikr-mulohazalarini bayon etish, mavjud muammolarga yechim izlash hamda soliq qonunchiligidagi yangiliklardan xabardor bo'lish imkonini berdi. Dastlab tadbirkorlarga soliq sohasidagi yangiliklar, amaldagi imtiyozlar hamda biznes faoliyati uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng ochiq muloqotning asosiy qismi boshlandi. Unda tadbirkorlar faoliyatlari davomida duch kelayotgan muammolar, soliq solish tartibiga oid savollar va o'z takliflari bilan soliq boshqarmasi rahbariga murojaat qilishdi. Ayrim masalalar shu joyning o'zida hal etildi. Qo'shimcha o'rganish va vaqt talab qiladigan murojaatlar yuzasidan esa mas'ullarga tegishli topshiriqlar berilib, ijrosi qat'iy nazoratga olindi. Viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i bilan birgalikda tadbirkorlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Menda ko'pincha tadbirkorlik faoliyatimizda mulk solig'i, yer soliqlari asosida bo'lyapti. Bu uchrashuvdan men mamnunmanki, mana shu bizni qiynab kelayotgan muammolarni aytganimizda o'z joyida kamchiliklar bartaraf etildi, o'z joyida hal qilindi. Bu kabi ochiq muloqotlar tadbirkorlarni qiynayotgan masalalarni o'z vaqtida aniqlash, ularga amaliy yechim topish hamda Prezidentimiz tomonidan belgilangan vazifalarning joylarda ijrosi samarali ta'minlanishiga xizmat qilmoqda.